Hurmatli obunachilar, biz AvtoCity do'konimizdan bugungi qiladigan obzorimiz avtomobil motor qismida turadigan podushka qismlarini obzor qilmoqchimiz. Barcha avtomobillarimizda motor qismida podushka qismlari bo'ladi. Matizda, Cobalt'da, Damas'da, hattoki Lacetti, Spark barcha mashinamizda motorda podushkalarimiz bo'ladi. Bu podushkalarimiz qanday natijalarga, podushka buzilgan holda qanday natija ko'rsatishini biz aytib bermoqchimiz. Ba'zi bir akalarimiz bor, o'zlarining sohalari boshqada avtomobil qismlariga tushunmasliklari mumkin. Shuning hisobida biz obzor qilib o'tmoqchi bo'lganimiz, AvtoCity'ga obuna bo'ling va bizdan murojaat qilib so'rashingiz mumkin. Motor podushkalari o'lgan holda avtomobilda vibratsiya holatlari paydo bo'ladi. Biz shunda nima qilamiz? Oporniy o'ldi yo tormozniy kolotka o'ldi deb ayb qidiramiz. Birinchi o'rinda motor podushkalarimizdan bahoni ko'rsak, shunda podushka o'lgan holatlarida shu natijalar beradiki, yengil davolaymiz. Yengil ko'chadi, yengil natija ola olamiz. AvtoCity'ga murojaat qiling. AvtoCity'da bizda har qanday turdagi motor podushkalarimiz bor. Sizlar uchun tavsiya qilamiz, yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar.